Qo'shko'pir tumani qishloq xo'jaligi sohasida katta resurslarga ega, biroq hudud agrar sohaga ixtisoslashganini anglatmaydi. Bugun tuman sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda ham ilg'orlar safida. Endilikda tumanning chekka mahallalarida ham kichik biznes, tadbirkorlik subyektlari paydo bo'lib, ular nafaqat ichki bozor, balki respublikamizdan tashqariga ham mahsulot sotishmoqda. Muxbirimiz ayni mavzuda batafsil so'z yuritadi. Qo'shko'pirning Hayrobod mahallasi tuman markazidan ancha uzoqda joylashgan bo'lib, 6283 nafar aholi istiqomat qiladi. Oldinlari hayrobodliklarning aksariyati hududdagi fermer xo'jaliklari, mavjud ijtimoiy soha muassasalarida faoliyat ko'rsatishgan. Ish bilan band bo'lmaganlar soni ham salmoqli edi. Bundan bir necha yil oldin shu mahalladagi oilaviy korxonada tabiiy to'qima mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ko'plab xotin-qizlar uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi deyishsa, ishonish qiyin edi. Mana bu loyiha esa mahallada yaratilgan o'ziga xos sanoat zanjirining bir qismiga aylangan. Bu yerda 50 nafar ishchi zamonaviy dastgohlarni boshqarib, 10 turdagi to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarmoqda. Tabiiy xom ashyodan tayyorlanayotgan mahsulotlarga xorijda ham talab bor ekanki, mahsulotlar to'liq eksportga yo'naltirilyapti. Korxonamiz o'tgan yili aprel oyidan boshlab ish boshlagan. Dastlab 12 nafar ishchi bilan ayol qizlar bilan ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda 50 nafardan ayol ish bilan ta'minlanyapti. Oyiga 30-40 ming mahsulot yetkazib beryapmiz. Talabga qarab eksport qilinyapti. Kelgusidagi rejalarimiz ham yana 100 nafardan oshgan ayol qizlarimizni ish bilan ta'minlash va yana mahsulotlarning sonini ko'paytirib, eksport darajasini oshirish. Mazkur oilaviy korxonada bir oyda 30 ming dona mahsulot tayyorlanib, chiroyli qadoqlangan holda xorijga sotilmoqda. Hayroboddagi 1151 ta xonadonda 3262 nafar xotin-qizlar bo'lib, ularning ko'pchiligi hududdagi 47 ta tadbirkorlik subyektlarida faoliyat ko'rsatishmoqda. Natijada ularning bandligi ham ta'minlanyapti. Tumandagi Sherobod mahallasi qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh hududda joylashgan. 5000 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladigan hududda ham tadbirkorlik rivojlanishi yangi bosqichda. Shu uskunamizni 2023-yilda Xitoydan sotib olganmiz. Shundan bana ishlatamiz. Kelgusida yana kengaytirish maqsadida rangli salfetkalar ishlab chiqarish maqsadimiz bor. Bir kunda 150-200 blok salfetka chiqadi. Talab katta. Shu qishlog'imizdagi choyxonalara, to'yxonalara bertibmiz, do'konlara. Talab yaxshi, xohlashadi. 3 nafar xotin-qizni ish bilan ta'minlab qo'yibmiz. Shunda ishimiz birgalashib, yangi asbob-uskuna sotib olish maqsadidamiz. Bozorni o'rganish, xaridorgir mahsulotni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish bozor tamoyillarining asosi. Buni ko'ra bilgan insonning ishi rivojlanadi, daromadi oshadi. Mahallada parrandachilik, issiqxona xo'jaliklari va o'nlab turdagi xizmatlar yo'lga qo'yilib, hudud aholisining ish bilan bandligi, daromad olishi ta'minlanmoqda. Asosan mahallamiz drayveri ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga asoslangan bo'lib, Muhtaram prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash borasida chiqarilgan qaror va farmonlar asosida ishlar olib bormoqdaman. 2025-yilda ayollar daftariga ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ishsiz xotin-qizlardan 83 nafarini ro'yxatga olingan bo'lib, hozirgi kunda 83 nafarini ham bandligi ta'minlandi. Qo'shko'pirning chekka hududlarida bo'y ko'rsatayotgan bu kabi kichik biznes loyihalari yillar o'tib kattagina majmualarga aylansa ajab emas. Chunki sohaga qaratilgan e'tibor, aholining talabi ana shundan dalolat beradi. Bandlik, daromad, tayyor mahsulotlar xalq farovonligini ta'minlaydi.